Hozir bitta o'yin o'ynaymiz. Men o'zbek san'atkorlari, ya'ni o'zbek qiziqchilarini aytaman. Siz qaysi futbolchiga o'xshashligini aytib o'tasiz. Mayli, bo'laveradi. Rustam Hamraqulov. Maradonaga. Maradona. Tojiboy. Pele. Qiziqlar oldinda. Mirzabek Xolmedov. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Obid Asomov. Messi. Shukrullo Isroilov. Bunaqa futbolchi bormi yo'qmi? Komanda o'xshat, jamoaga o'xshatsak yaxshiroq bo'lsa kerak. Shukraga Dasayev bo'lsin endi, Dorozabon. Dasayev. Gol o'tkazmasdilar lekin rostdan. Valijon Shamsiyev. Valijon Shamsiyev ana Qashqadaryolik buni, bola bor edi, Jasur Yaxshiboyev. Yo'q, haligi 11 metrdan burchakka borib tepadigan bor edi. Ot esimdan chiqib qoldi o'sha. Va oxiri Avazoxin. Menmi? Ko'pchilik sizni Ronaldoga o'xshatishdi. O'zingiz kimga o'xshatasiz? Menmi? Yo'q endi uni tomoshabinlarga shu savolni qo'yib qo'yaylik. Sizlar kommentariyada yozib qoldiringlar. Iloyim bizning niyatimiz 2026-yilning eng qiziq konsert mana shu bo'lsin va o'shanda ham qiziq TV yana siz bilan birga bo'lish nasib bo'lsin. Katta rahmat, salomat bo'linglar.